Uka, ozgina qarz beribdi. Ayol boshim bilan ozgina qiynalib qoldim, uka. Opa, mana shu pulni oling. Opa, kechga o'zim o'taman. Uyingizda hamma kamchiligingizni o'zim qilib beraman. Ukajonim, rahmat. Yaxshiyam bersan, boringga shukr. Obbo, bugun kamomat bo'lib qoldi-ku-a. Bu turishda o'g'limni kontragini qana to'larkin mana. Keling aka, xush kelibsiz. Uka, oldinga men hijolatda keldim. Pul kerak yana. Sendan boshqa hech kimim yo'q, uka, pul so'raydigan. Endi to'g'ri tushun. Aka, bu nima deganingiz? Hozir olib chiqib beraman aka, behijolat pul bor. Ko'ngil to'qing. Aka, o'tirib turing, hozir olib chiqib beraman. Aka, hijolat qilmang. Menda pul bor. Ey oshna, sen bu turishingda 10 yilda ham, 20 yilda ham hali vera mashina ola olmaysan. Hali akang keladi, pul kerak deb, hali sening telefon qiladi, pul kerak deb. Nima sen ularga do'ljinmisan yo qarzing bormi ularga? Ha, oshna qarzim bor. Akamdan oqibat, opamdan mehr qarzim bor. Esingdan maktab vaqtlarimiz. Meni pulim yo'q kuni sen magazindan narsa olib chiqib, o'sha narsangdan menga qarzga berarding. Lekin akam biror marta bunday qilmagan. Akam meni agar pulim yo'qligini bilsa, o'sha do'kondan nima olsa menga bergan. Nimaga bergan bilasan? Meni butun bor vujudi bilan yaxshi ko'rgani uchun bergan. Qarz demagan o'rtoq. Lekin sen bergan narsangni bir hafta bermasan, bir haftadan keyin ham gapirgansan. Esingdan maktabdan kelayotganimizda hammamiz o'yin kulgi bilan ustimizni kir qilib kelardi. Ustimni qo'lim yetgan joyini qoqib, oshna, orqamga qo'lim yetmayapti, qoqvor desam, sen nima degansan? Malayingmanmi o'rtoq degansan. To'g'rimi? Sen malayingmanmi deb qoqmagan ustimni opam har kuni yuvardi. Ustimni qancha kir qilib yesam ham, men seni malayingmanmi demasdi. Chunki meni jonidan yaxshi ko'radi-da. Bitta mana shu matoh meni yaxshi ko'rgan, men uchun jonini bergan jigarlarimdan azizmi o'rtoq? Alloh jonson, hali zo'rini minaman. Lekin hozir meni jigarlarim muhtojligida meni ularga bo'lgan oqibatim sinadi o'rtoq.